Munisa Rizayeva qiyinchiliklardan qanday o'tgani va hayot saboqlari. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizdan uzoqlashmang, obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Eng tezkor, eng ishonchli ma'lumotlarni faqat bizning kanaldan topasiz. Munisa Rizayeva o'zining chinakam sinov va tajribalarga boy hayot yo'li bilan muxlislar e'tiborini tortgan san'atkorlardan biri. Yaqinda u shaxsiy hayoti, Londondagi yoshlik yillari va otasi bilan munosabatlari haqida samimiy suhbat uyushtirilib, ko'plab sirlarini oshkor qildi. Kadrlarda Munisaning his-tuyg'ularini, o'tmish xotiralaridan to bugungi hayotga bo'lgan minnatdorchilik va shukronalikni yorqin ko'rish mumkin. U o'z so'zlarida juda erka, hech narsadan kam bo'lmagan qiz bo'lganini aytadi. 17 yoshida otasining 150 ming funt sterling bir haftada sarflab yuborgan paytlarini tabassum bilan yodga oladi. Bunday ishdan so'ng otasi unga cheklovlar qo'ygan. Bu esa Munisani hayot haqiqatlarini va mehnat qiymatini anglashga undagan. Hayotning kurashli bosqichlari Munisani Londonning qimmat restoranida ofitsiantlikka va idish yuvishga majbur qildi. Kechasi soat 24:00 gacha ofitsiant, tun yarmida tonggacha esa oddiy idish yuvuvchi bo'lib ishlagan. U o'zini nafaqat mehnatga, balki hayotga ham qaytadan ko'nikishga majbur qilganini ta'kidlaydi. Munisa Mandarin Oriental mehmonxonasida oddiy xizmatchi bo'lib ish boshlab, 2 yil ichida bosh menejer lavozimigacha ko'tarildi. 2028-yil Toshkentga qaytib, o'z mehmonxonasiga asos soldi. Uning taqdiridagi yangi sahifa esa klipmeyker Yodgor Nasirov bilan tanishuvdan boshlandi. Munisa Hijron filmida bosh rol ijro etib, qisqa fursatda kino olami va musiqa san'atida mashhurlikka erishdi. Munisa Rizayeva bugungi muvaffaqiyatlarining asosiy sababchisi sifatida otasining jazo va cheklovlarini, mehnatga undagan tarbiyasini alohida e'tirof etadi. Otamning cheklovlari va talabchanligi bo'lmaganida bugungi Munisa Rizayeva bo'lmasdi, deydi u. Hozirgi hayotdan mamnun. Har kuniga shukr qiladi va otasiga minnatdorchilik bildiradi. Bugungi kunda Munisa nafaqat ijodkor, balki oilaparvar ona sifatida ham muxlislarini ruhlantirib kelmoqda. Uning samimiy suhbatlari va hayotiy saboqlari ko'plab yoshlarga ilhom manbai bo'lib xizmat qilmoqda. Bizdan uzoqlashmang, like bosish esa esingizdan chiqmasin.